O'zimizda 3 tajribasiga asosan tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazyapmiz. Asosiy maqsadimiz kredit imtiyozli kreditlar berish evaziga mana shu korxonalarda yangi ish o'rinlarini yaratish. Bunda prezidentimiz uchun inson qaroriga asosan yangi tashkil qilingan oxirgi 1 yillikda aylanmalarga ega bo'lgan yuridik shaxslarga 100 milliongacha zalogsiz kreditlar ajratyapmiz. Bundan tashqari prezidentimiz 7-sonli qaroriga asosan o'zini band qilgan jismoniy shaxslarga 10 milliongacha 23%dan 1,5 yilga kattasiga o'tkazish yo'li bilan kreditlar ajratyapmiz. Bundan tashqari prezidentimizning 60-61-sonli qarorlariga asosan yoshlarga institutda oxirgi kursi hamda institut bitirgan talabalarga 18%dan 7 yilgacha asosiy vositalarga aylanmalar to'ldirish oladigan bo'lsa 3 yilgacha imtiyoz davri 6 yilgacha bo'lgan kreditlarni taqdim qilyapmiz. Bundan tashqari yangi ishni yaratish uchun har bitta jismoniy shaxs hamda yuridik shaxslar oxirgi 1 yil laborat qilgan bo'lsa zalogsiz 100 million taqdim qilamiz. Bundan keyin toifasiga qarab foizlarni belgilaymiz. Agar 3-toifaga kiradigan bo'lsa 21%dan, 4-toifa bo'ladigan bo'lsa 20%dan, yillik 20%dan kreditlar ajratyapmiz. Bunda savollar bo'lsa bemalol berishlaringiz mumkin. Asosiy vositalarga sotib oladigan bo'lsa, hozir bugungi kunda 6 yilga beramiz, 2 yil imtiyoz davri bo'ladi. Agar 3-toifa bo'lsa 21%, 4-toifa bo'lsa 20%. Adosiga qarab, toifasiga qarab. Toifa shahar adosi 3-toifaga kiradi, tuman 4-toifaga. Hamma adosi viloyatda o'sha toifaga ajratib olgan hamma tumanlar. Yo'q, garov taqdim qilinmaydi. Asosiy vosita deganimiz. Asosiy vosita deganimiz o'sha korxonaga o'sha uskuna sotib olsa yoki jihozlashlar. Ishlab chiqarishmi, o'sha korxonaga kerakli bo'lgan uskuna. Bundan tashqari jihozlash, mebel, konditsioner, televizor, shunday jihozlash bo'lsa ham asosiy vositalar. Maishiy texnika. Qandolatchilik sezim bo'ladi. 6 yilga agar uskuna olsangiz 6 yilga. Yillik to'lov agar imtiyoz davri paytida faqat foiz to'lanadi, imtiyozda 100 millionlik bo'lsa 1 oyga 1 million 700 ming chiqadi. Keyin asosiy qarzi bilan qo'shilib 6,5 milliondan ikkaga boradi. Yo'q, foizi bor, 20%dan faqat garov bo'ladi, zalog. Garov. Endi mablag' tashkilot hisob raqamini